Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari. Navbatdagi podkrashni eshiklarimiz sizlar taroqli uslubda juda ham sifatli holatda o'rnatib berdik. Ikki taroqli nalichkalar bilan ko'rishlari mumkin. Fonni bir xil qilib, patolog ham qaram-qarshi rangda bir-birini ochib turibdi. Juda ham chiroyli holatda chiqdi, ko'rishlari mumkin. Romi ham 3 qanotli rom o'rnatildi, akfar o'chkalari bilan, akfar shimoshlari bilan mana hop, qora matli zamoylari yaxshi holatda, har doimgidek chiroyli zamoylardan foydalanamiz. Rezinkalari bor, mana ko'rsatib o'tamiz. 3 tadan shimoshlari qo'yilgan, qarmoq shimoshlari yaxshi holatda. Kimga shunaqa sifatli, original indek eshiklar, chiroyli eshiklar yangicha sudda zarur bo'lsa, xohlagan rang fasonda tayyorlab o'rnatib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiy, Toshkent bo'ylab, Toshkent tumanlari bo'ylab dastavkalarimiz, ustanovkalarimiz bepul ichida bo'ladi akalar. Voha viloyatlariga kelishgan holda dastavkalarni qilib beryapmiz. İşlerimizga 5 yildan 8 yilgacha garantiyalarni beramiz akalar. İçlari ham sasna reykalardan, karkasdan foydalanganmiz. To'liq 70% to'la holatda og'ir eshiklar sifatli holatda arzon narxlarda tayyorlab o'rnatib beramiz. Eng asosiysi akalar ishonchli holatda bo'ladi. Kuzatishda davom etasizlar. Kanalga a'zo bo'lmagan akalarimiz a'zo bo'lasizlar. Yangi fasol ranglarni kuzatib borish uchun sog' bo'linglar.